Alloh shukri har nim bo'lsa saqayib qapsan Shatut. Shatut, saqayib qapsan. Endi biror narsa yesang bo'ladi Shatut. Biroq hargizmi ko'p yeyama, bildingmi? Shatut, ko'p yeyama, ko'p yeyama. Najmaga qarasizlar ata. U oxir yuguralaydigan bo'pti mana. Ish qilib hamma ishlar obdan ketyotdi. Shatutmi salli maza saqayib ketibdi ata. Shatut, salli maza. Men sizlar bilan yana birdan birga tursam bo'ladi. Biroq Pashshabbegining men bilan qiladigan muhim bir ishi bor edi. Alloh o'zlariga madad bersin ata. Sizlarni ishlarni tugatgandan keyin saqlay emisi. Alloh xolisa qizim. Hazırtim. Sizlarga gapini qilgan heliq payloqchini oxiri qo'lga tushirdi. Qaltis. O gunohini bo'yniga oldimi? Yo'q. Bana uval bo'ldi. O arabcha so'zlayalam ekan. Bilmaydi ekan. O bizning tilimizni bilmasa, bu elga qandoqmi payloqchilik qilsin, Pashshab. Arabcha bilsimi, bilmagan qiyofatga kirib olgandi. Sening isming nima? Nima da'vat edilar? Hazırdım. Men Hindistonda bir mezgil turgan edim. O kishi meni nemchiq tutsalar, men bu yerga sayohatga kelgan edim da'vatidi. Sizlar nima deb uningga tuhmat qildilar, Pashshab? O atrofiga uzun qarab, qayaga bordiganligini baxtli o'ylanib ketgan edi, qazqalan hazratlari. Odatda har qanday bir sayohatchi shunday qiladi. Buni qandoqmi payloqchilik deyil bo'lsin, Pashshab. Kechirsizlar hazratim. Men faqat payloqchini tezroq qo'lga tushirib, shahrimizni yomonlikdan xalos qilishni o'ylagandim. Uni xato tutib qo'yganligimizga o'zr aytib qo'y, Zarjur. Endi asr namoziga boraylik. Voy bechora, uning ko'z ko'maydi ekan. Texi o'rimi tura olmaydi ekan. Bu oqsoqolga rostli ichim og'rib qoldi. Uningga ozroq bo'lsin pul beray. Allah sizlarga barkat ato qilsin bolam. Bir ishni his qilmadingmi, Pashshabbegi? Shundoq, ovoz hal so'g'uq ekan. Men sizlarga bu tilamchiga qarab, bir ishni his qilmadingmi deyapman. Yo'q, maqsadlarini tushunmadim hazratim. O sizlarga Alloh barakat ato qilsin bolam dedi. O sizning o'zining kichik ekanliklarini nadim biladi. O chechanligidan shundoq degan bo'lsa kerak. Uning ko'z ko'migan bilan ahli ko'rdi-da, shundoqmi? Men uningga sinchilab qarab baqdim. Uning puti bakli pok turdi. Putida uzun mezgil yalon oyoq yurganlikning iznasimi yo'q-ku? Ha? Selanchi bu kishi heliq kishimidi? O qadaqsiga punch tez yushirdi olgandi. O cho'qim bizning gumonlanib qoldi. Balkim tunib qolgan bo'lishi mumkin. Undaqda bu odam biz izlayotgan heliq odam shu kanda. Manqara, sen eng yaxshisi rostini ayt. Men Paran qo'shinida xizmat qilatdim. Arabchini nayt obdan bilaman. Shunga qo'mondan menga bu vazifani topilgan edi, Qazikalan hazratlari. Nima vajida masjid oldida turishni tanlab qolding? Masjid arablarning yuriki. Bu yerga qarab ularning kuchlik yoki ojizligini paras qilib bo'ladi. Sizlar bu orqali zodi nimani bilmoqchi bo'ldinglar? Agar masjidga kelganlarning ko'p qismi yashnib qolganlar bo'lsa, bu sizlarning ojizliginglar va urush hozirliginglarning yaxshi emasligini tushundiradi. Aksichi bo'lsa, undaq bo'lmaydi. Uni hozirli zindonga tashlab, muhofizatni qattiq kuchaytinglar. Xo'p, hazratim. Biroq yana bir muhim ish bor. Qalanda, avval mabaga pulni qaytira. Bugun to'lim uzun va jafoliq kun bo'ldi. Men sizlarga duo qilib ishlarning o'ngshiq bo'lishini tiladim ata. Allohning fazli bilan duolamoq yetdi.
Undaq bo'lsa qissani davomlashtiraylik. Albatta bo'ladi. Buni anglash sizning haqqingiz qizim. Qayerga kelgan edik? Bilqisning urushdan saqlanib qolish uchun Sulaymon payg'ambarga qimmatli sovg'a avatganligini so'zlab bergan edilar atta. Bilqisning elchilari Sulaymon payg'ambarning zamoniga yetib beribdi. Qarg'ana Amar. Men ilgari bundaq keng bog'ni ko'rib boqmabdi ekanman. Voy tova, meyveler sevetki özlüğüdün çüşüvatıdığı. Qandaq ishdi bu? Bu vaqtda shamolga mushu yo'lnishni chiqishga kimmi amr qilgandi? Yollardagi zinnat haykallarga obdanlara qarab baqqan. Bu narsalar biz ip kelgan sovuqlardanmi qimmatli ham chiroyli ekan. Alileri, azroq g'izolanib olsalar. Qo'rsqim ochmadi sahiba. Biroq atgandan beri hech nima yemedilar. Nima o'ylayotdilar? Ishning natijasini kutyapman. Sulaymon podshohning javobini anglab, uning qarta qanday inkas qaytarishni o'ylayapman. Qini, merhamet, padişah alileri. Allohning payg'ambari Sulaymon ular bular nima? Sizlar meni pul mol bilan ozdirmoqchi bo'lyapsizlar debdi. Hergiz undaq emas alileri. Podshoyimiz sizlarni Sabaning zibuzinnat san'ati taraqqiyotidan xabardor bo'lsin deb shunday qilgan edi. Sulaymon payg'ambar ularga mundaq debdi. Allah menga sizlar bergandimmi ko'p boylik va katta podshohlik ato qildi. Sizlar elinglar qaytib hukmdoringlarga aytinglar. Biz sizlarga ilgari ko'rib boqmagan bahayvat qo'shin bilan hujum qilib boramiz. Sizlarni zimininglardan xor holda qo'g'lab chiqaramiz. Podshoyimiz Bilqisning podshoh Sulaymonni oldiga berishi o'ziga bir xatar ipgan misli bo'ladi-ku. Hergiz undaq bo'lmaydi, qo'mondan. Biz uning boshqalarga yaxshi muomala qiladiganligini ko'rdik. Podshoyimiz o'zini qo'g'dash uchun meni billa ilib olgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bo'lmaydi, sen shaharni obdan muhofazat qilishing kerak. Taxtga mu obdan qara namiq. Bosh ustiga oliylari. Qo'shin ijozatlarisiz o'z o'rnidan bir qadammi qo'zg'almaydi. Salamet bo'lsalar alileri. Sulaymon payg'ambar mehmonni kutib elib, Allohning o'ziga ato qilgan ilm va saltanatini uninga bildirib qo'ymoqchi bo'pti. Ularni shu orqali quyoshga cho'qinishni tarix qilib, Allohga ibodat qilishga muvaffaq bo'lgan deb o'ylaydi ekan. Qarasizlar alileri. Bu haykallar xuddi rostdekli ko'rindi ekan. Bu meva va biliqlar cho'tixi. Qo'ling bilan ishorat qilma sahiba. Hayajonlanib ketganligini oshkorlab qo'ymagin. Shunda qilishga terishiman alileri. Sulaymon bizni ahli subsi deb atalgan bir qubulxonda kutib olishni qaror qildi. Biz yetib keldik. Qani marhamat alileri. Bu nimadu? Ko'zimga ishonmayli qilyapman. Sulaymon payg'ambar uningga bu sizning taxtingizmi debdi. Shundaqdek turadi. Biroq u sabadan bu yer qanday kelib qolgandi?
kim elib kelgandu? Allohning katta payg'ambari Sulaymon mundaq debdi. Bizga sizdan ilgari ko'p ilm, hikmat ato qilingan, biroq bizning farqimiz Allohga bo'lgan iymonimizdir. Bizni buncha zo'r ilgirlashga ega qilgan narsa dal Allohga bo'lgan shaksiz iymonimiz va bo'ysunishimizdan iborat. Nega barimiz aliylari? Podshoh Sulaymon bizni aramalsin deb bir saroy soldiribdi. Bu podshoh haqiqatan esil va qaltis kishi ekan. Allohning payg'ambari Bilqisni saroyga kirishga taklif qildi. Bu nima? Dengiz bu. Bilqis so'g'i kirdim deb o'ylab pochiqini echibmayapti. Allohning payg'ambari uni qarmay turib, bu suzuk aynakdan yasalgan saroy qaragan kishiga xuddi dengizda mangandek tuyg'u berdi debdi. Büyük Allah'tan mağfiret dileymen. Men uzoq vaqtlardan beri özümge özüm uval qıp keptimen. Özümge o'xshash bir maxluq bo'lgan quyoshni iloh bilib, unuga bosh urib keptimen. Bundan keyin cho'qim özümni yaratgan zotga cho'qunaman. Men payg'ambar Sulaymon bilan birga olamlarning Rabbi Allohga bo'ysundim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Tushunmagan yerim Sulaymon payg'ambar nimishqa Bilqisning taxtini akaldirib, uning uchun saroy soldiradi. Uni urushda mag'lub qilish bu payg'ambarga oson emasmidi, ota? Payg'ambarlar hech qachon bir kishini Allohga itoat qilishga majburlagan emas, balki kishilarni yaxshi yo'lga chiroyliqcha yetaklagan. Endi tushundim. Bilqis ismli va kuch-qudratli podshoh bo'lg'ashqa Allohning payg'ambari Sulaymon alayhissalom uningga o'ylab boqmagan ilm va qudratni ko'rsatmoqchi bo'pti-ekan. Shundaqmi, ota? To'g'ri deysiz, qizim. Bilqisning islomga kirishi qavmining bir tomchimi qon to'kmasdan Sulaymon alayhissalomga agishiga turtki bo'lgan, qizim. Selini uyqudan qo'ydim. Aman bo'lsala, ota. Allohga omonat, qizim. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسنا فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم
الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري